baxtlar yor bo'lsin. Bugun sizlarga bepul konsert qo'yaptilar. Haqqilariga duo qilib qo'yasiz. Mana bugun shularni bahonasida siz aziz insonlarni ham shod etaman, Xudo xolasa. Va yana bir yangiligim, albatta musofirdagi yaxshi insonlarimiz orqali siz aziz onajonlarni, otajonlarni xonadonida shu xursandchilik ulashib kelgan bo'lsam, albatta musofirlar uchun ham yangiliklar bor. Peter shahrida konsertim bo'lib o'tadi 17-may oyida va Rostov-na-Donu degan joyida, mana yaqinlariga aytib qo'yasizlar. 10-may kuni